Shu mavzuni gapirib chiqibdi, beti yo'q ekan. Sarvarni ham, shu gapirgan mutaxassisni ham. Sani ham vazifang edi shu farzand dunyoga kelgandan keyin sani ham katta vazifang edi bola bilan gaplashish, o'g'il bola bilan ayniqsa. Biz kimni yo'qotyapmiz? Biz millat bolalarni yo'qotib qo'yamiz agar hushyor bo'lmaydigan bo'lsak. Bulbulingni ko'rsat degan bir noto'g'ri nimalar borda, kechirasiz. Jinsiy tarbiya haqida aytaylik, ona qizi bilan gaplashayotganda qayergacha gaplashishi mumkin? Faqat o'sha ochiq mavzu shoir opa, bu mavzuni biz turmush o'rtog'imiz bilan ham gaplasha olmaymiz, lekin qizim gaplashgan. San sevgi, muhabbat bo'lsa, uni o'zing uchun ehtiyot qil. Jinsiy tarbiya haqida aytaylik, ona qizi bilan gaplashayotganda qayergacha gaplashishi mumkin? Lekin o'g'il bolalar alohida, qizlar alohida biz o'zimiz bilan ustozlarimiz gaplashgan. Lekin aynan shu odam anatomiyasida shu o'qimagin degan mavzuni bor, hammamiz o'qiganmiz uyda. Maktabda homilador bo'lib qolishning sababi shu jinsiy tarbiyasizlikmi? Assalomu alaykum. Shu mavzuni gapirib chiqibdi, beti yo'q ekan. Sarvarni ham, shu gapirgan mutaxassisni ham. Jinsiy tarbiya deyaveradimi? Bolalarda beti qolmayapti-yu gapirsak, qayerda gapirilish kerak bo'lgan bu mavzu o'zi aslida degan savollarni bizga yog'diradiganlar ko'p. Va men har doim mutaxassislar bilan gaplashganda o'zi jinsiy tarbiya mavzusi biz uchun qanchalik muhim degan savolni o'rtaga tashlayman va ulardan jo'yali javoblar eshitaman. Shuni ommaga taqdim etkim keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuqorida gaplashdik. Biz kechikyapmiz. Biz ortda qolib ketdik. Jinsiy tarbiya borasida bolalarimiz hech narsani bilmayapti dedingiz. Bu qay darajada og'riqli o'zi aslida? Va nima uchun? Xo'p, birinchi navbatda biz bitta narsani ajratib olishlarini so'raymiz ota-onalardan. Jinsiy tarbiya degani bu jinsiy aloqa emas. Biz agar jinsiy tarbiya, shaxs tarbiyasi, axloqiy tarbiya deb aytadigan bo'lsak, ular er-xotin munosabatlarini ko'rsatyapsizlarmi deydi. Yo'q, unaqa emas. Jinsiy tarbiya bu shaxsning eng birinchi tarbiyasi. Ya'ni o'g'il bolani o'g'il bola, qiz bolani qiz bola qilib tarbiya qiladigan yo'nalish bu jinsiy tarbiya. Shaxs tarbiyasining asosi, negizi. Ani buni biz gapirmasak, internet gapirib yotibdi. Internetda kerak-kerakmas bo'lgan saytlar, kerak-kerakmas bo'lgan videolar, roliklar juda ko'p. Men shuning uchun ham aytdimki, biz bolalarimizni yo'qotib qo'yamiz agar bu mavzuda bolalarimiz bilan qog'ozga o'rab, juda chiroyli qilib tushuncha bermaydigan bo'lsak, ularda turli xil muammolar kelib chiqyapti. Qanday beriladi shu qog'ozga o'rab shu tushunchalar? Masalan, ona aytaylik qizi bilan o'tiribdi yoki ota o'g'li bilan o'tiribdi. Necha yoshdan boshlanishi kerak o'zi bu gaplarni aytish? Birinchi navbatda o'sha bolalar esini taniy boshlaydi, mana o'g'il bola yoki qiz bola. Ota-ona aytib turish kerak. Bolam, sen o'g'il bolasan yoki qizim, sen qiz bolasan deb tushuntirib borish kerak. Va birinchi 1-3 yoshida bola jinsini u qadar farqiga bormaydi-da, u qadar hali tushunib yetmaydi. Lekin ota-ona uni shunaqangi bir chiroyli tushuntirib berish kerak. Endi bu asta-sekinlik bilan shakllana boshlaydi. Misol uchun 5 yoshga borganda o'g'il bola qiz bolaga qaraydi, qiz bola o'g'il bolaga qaraydi. Ya'ni uyalishni boshlaydi, tortinishni boshlaydi, yopilishni boshlaydi. Mana shu paytda ota-ona albatta sekin-sekin o'sha tarbiyani berish kerak. Ya'ni jinsiy gigiyena, tozalik, psixogigiyena, ya'ni so'kmaslik, urushmaslik va qarama-qarshi o'sha jinsga bo'lgan munosabatda hurmat, e'tibor va ehtiyot qilish. Birinchi navbatda biz bolalarga jinsiy tarbiya berayotgan paytimizda biz bolalarni o'zini ehtiyot qilishni, shaxsiy chegaralarni himoya qilishni o'rgatishimiz kerak. Bu qanday bo'ladi ya'ni? Ya'ni aytilishi kerak. Qay darajada? Masalan, o'sha jinsiy tarbiya marafonini o'tganimda ota-onalar aytdiki, biz bu mavzularni bilmas edik. Biz jinsiy tarbiya desak, biz faqat erkak va ayolning munosabatini tushunar ekanmiz. Vaholanki bu juda katta tarbiya ekan. Ya'ni o'sha kichik yoshidagi bolalar bilan gaplashgan paytda albatta ularning o'sha shaxsiy chegarasi, bu chegaraga hech kimni kirishiga ruxsat bermaslik, ya'ni bu jinsiy zo'ravonliklarning, tazyiqlarning oldini olish va har bir inson o'zini tanasini o'zi ehtiyot qilishi kerak ekanligini tushuntirib borishimiz kerak. Ya'ni masalan o'sha kichkina qizchalarni hattoki mana internetlarda ham ko'ramiz. Misol kichkina qizchalarga nisbatan nima deydi, noto'g'ri qarashlar. Ya'ni bu qanaqadir bir patologiyam deb o'ylayman-da ba'zi shunaqangi odamlarda yoki o'sha
hirs ko'zi bilan qarash, nafs ko'zi bilan qarash mumkin emas-ku bu. U bola, u hali 9 yoshda ham u bola. 12 yoshda ham u bola, hali nomi bola. Voyaga yetmagan shaxsga nisbatan bunaqa qarashlar mumkin emas. Demak, biz buni bolalarimizga singdirishimiz kerak. Yana bitta jihati bor, o'sha kichkina bolalarni erkalashda ham shaxsiy chegaralariga yoki erogen zonalariga teginmaslik. Ya'ni uni hissiyotini, hirsini uyg'otib qo'yadigan yoki erta yetilishiga sababchi bo'ladigan tanamizdagi nuqtalarga teginmaslik. Bizda nima qiladi? Masalan, kichkina o'g'il bolani shaxsiy chegarasiga o'tamiz, nosvoyingdan ber yoki bir nima deydi, bulbulingni ko'rsat degan bir noto'g'ri nimalar borda, kechirasiz. Talablar. Noto'g'ri u insonni yoki bolani jinsiy a'zolari bilan erkalash mumkin emas. Mumkin emas. Uning shaxsiy hududi, shaxsiy chegarasi. Va uni ustidan kulishlar, masxara qilishlar bola kichkinaligidan tahqirlanyapti. O'zini tanasidan xijolat bo'lyapti, o'zini tanasini ehtiyot qila olmay qolyapti. Bu juda muhim. Bundoq tashqaridan qaraganda ko'rinmasligi mumkin, lekin odob, axloq doirasida uni shaxsiy chegarasiga, shaxsiy hududiga, tana a'zosiga teginish mumkin emas. Bu juda ham yomon oqibatlarga olib keladi keyinchalik. Hattoki ota-ona, amaki tog'alari ham Mumkin emas. Bolalarni faqat peshonasidan o'pish mumkin. Hattoki yaqinda bitta video ko'rib qoldim. Ota 6 yoshli qizchasini labidan o'pib qo'yyapti. Mumkin emas. Bu uni shaxsiy chegarasi. Labda juda ham ko'p hissiyotni uyg'otadigan nuqtalar bor, nerv sistemalar bor. Farzandlarni faqat peshonasidan o'pish mumkin. Yuz qismiga, bo'yin qismiga teginib bo'lmaydi. Mana shuni hammasini o'rgatadigan yo'nalish bu jinsiy tarbiya. lekin katta bo'lganda ham o'g'lini cho'miltirib qo'yadigan onalar bor-ku. Bitta narsa bor, biz o'sha jinsiy gigiyena haqida gapirdik. Ota-ona shuni tushuntirish kerak. Balog'atga yetayotgan bolani ona cho'miltirish shart emas. Agar u bolani aqli zaif bo'lsa, bu boshqa gap. Lekin aqli sog'lom bolaga ota-ona to'g'ri tushuntirish kerak. Yana bitta narsa bor, o'g'il bolani ham, qiz bolani ham bitta hammomga tiqib cho'miltirishadi. Mumkin emas. O'z umuman ota-onalar bolalar bilan munosabatda ham uni psixologik, ham jismoniy imkoniyatlarni inobatga olish kerak va hisoblash kerak deb aytdik-ku, mana so'zimiz ma'nosi shunga kelib taqalayapti. Lekin onada, otada shu ilm bo'lmasa-chi? Ilm bo'lmasa shuncha gapiryapmiz-ku. Shuncha televideniyada gapiryapmiz, intervyular beryapmiz, tushuntiryapmiz, anglatyapmiz. Bu 21-asr. Sen agar bolangning tarbiyasini bo'yningga olmasang, internet tarbiya qilyapti, telefon tarbiya qilyapti, telefondan sizib kelayotgan axborotlar tarbiya qilyapti. Agar ota-onalar bugun bundoq hushyor ko'z bilan atrofga qaramaydigan bo'lsa, u yutqizadi. Yutqizyapmiz bolalarimiz tarbiyasini. Chunki ilmsizligimiz, onani o'zi telefonda, otani bolalar tarbiyasida deyarli vaqti yo'q, bolalar telefonda, maktabda telefonga cheklov yo'q, bitta o'qituvchi 35 ta bolaga kuchi yetmayapti, nima bo'lyapti? Bizga ham ota-onamiz o'rgatmagan. Biz ham mana yuribmiz-ku deydiganlar ham To'g'ri, bordi. ota-onamiz o'rgatmagan. O'sha paytda telekanallarda 4 ta yo 5 tagina kanal bo'lardi. Ortiqcha sizib keladigan axborotlar bo'lmagan. Hozir axborotlar ochiq-ku. Xo'p, shu jinsiy tarbiya bilan shug'ullanmadi deylik. Oqibat nimalarda ko'rinishi mumkin kelajakda? Aytmadi, bildirmadi, gaplashmadi, ehtiyot qilmadi. Mana misol uchun yopiq mavzu deyildi. Mana bitta misol keltiraman. 10 yoshli bola telefonga kirib qidirayotgan saytlarni ota ko'rib qolgan. Yana yozayotganmiz. Pornografiya, erotika. Uni ota istoriyasidan ko'rib qolgan. Bola onasini telefonidan kirgan. Qiziqyaptimi? Ko'rgan, ancha bo'lgan ko'rganiga va otani o'sha miyasiga otilib ketgan bitta axborot porno sestryonka deb yozgan. Ya'ni singilcha bilan degan. Qarang, qidirayotgan narsasini 10 yoshda. Siz oldingizga olib keldi shuni. Undan keyin metastaz beryapti. Bu yerda bor edi o'zim bo'ynimda. Narsa bor edi. Menchalik narsa bor edi, tochka bor edi, xolos. Bu ikki teng binoga kelgan bu. Lekin men bo'ynimdagi qo'zg'almasdi-da, ashundan keyin qo'zg'aldi. Qo'lim umuman qimirlamas aytibman. Qo'lim mana shu munoyatlarda bor edi eshik.
mana shu nima ishchi bor edi. men mana shu shu yerdan boshlab magacha do'mbira qo'zib ketgan. Mana qo'lim mendek emasdi-ku. Mana shunday qilib turmanday qilib ushlab, mana shunday ushlab. Shunday yuradi. Agar mana shunday qo'yib yuborsam shalapida tushib ketadi. Luqtalarim necha marta qo'qib ketgan. Qo'lim tushib ketgan edi. 8 kun bo'lganda dorini ichganimda o'zgarishni bildimda. Men qo'lim may tortalib, bunday tushib qoldi. Meni eshikka chiqizib ham qo'lim ham odam yetib qolaydigan bo'lib qopti, mana dedim. Dedim men keyin desam, "Ashta bu foydasi bo'lyapti ekan" dedi. Endi mana bo'ynimdagi bez mana yerga deydi. Ota urmagan. Biz xatoga yo'l qo'ydik bola tarbiyasida. Biz bu mavzuni yopiq ekanligi va bu mavzudan bolamizni ehtiyot bo'lishini biz aytmadik. Buni urib bo'lmaydi. Urganimiz bilan foydasi yo'q, chunki 3-4 oy ko'rib qo'ygan. 3-4 oy o'sha videolarning ichida yashagan bola ko'rgan. Ona berib turing, telefoningizni dars tayyorlayman. Ona ham bergan telefonni nima deb. Ona ota urmasdan, so'kmasdan qabulimga olib keldi. Bolalarni ko'zi qotgan, beti qotgan anchagina. Men aytdim, endi bu ko'rgan axborotlarni unuttirish uchun ozgina psixoterapiya kerak bo'ladi. Ozgina deganda bu dori-darmon va psixoterapevtik korreksiya. Juda ham otasi deydi, shunaqa yomon ahvolga tushib qoldi. Men aytdim, bolalar bilan gaplashish kerak. Tushuntirish kerak. Sen aytmaganing bilan bolalar bu axborotni qiziqib qidiryapti. U boladan so'rayapman, qayerdan sen bilding shunaqa narsalar borligini desam, o'rtog'im bor deydi. Uni qo'lida telefon bor deydi, darsdan keyin yoki yo'lda ko'ramiz deydi. Biz aytmaganimiz bilan bolalar bu axborotlarni internet ochiq maydondan olib ko'ryapti. Shaxsiy chegara dedik-ku. Shaxsiy chegara bu o'sha avratlarda endi shar'iy nuqtai nazardan hisoblaganimizda. Yo'q, shaxsiy chegara bu juda katta chegara bu. Nafaqat bu tana a'zolarimizni chegarasi, bu biologik chegaramiz, bu psixologik chegaramiz, bu ma'naviy chegaramiz, bu iqtisodiy chegaramiz, bu hissiy chegaramiz, bu huquqiy chegaramiz. Jinsiy tarbiya haqida aytaylik, ona qizi bilan gaplashayotganda qayergacha gaplashishi mumkin, qayerdan uyog'ini qiziga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bitta narsa bor, ona qizi bilan gaplashayotgan paytda men har doim aytamanki, kechqurun qizingizni bag'ringizga bosib, quchoqlab, peshonasidan o'pib gaplashing. Bu gaplar quloqqa aytiladigan gaplar. Bolam, sen qiz bolasan. Qiz bola bu otani, o'sha uyni sha'ni, o'sha uyni ori, nomusi, seni yuzing, sen o'zingni o'zing ehtiyot qilishni, o'zingni o'zing o'sha himoya qilishni yoki bo'lmasam o'sha yomon axborotlarni ko'rmaslikni odat qilgan. Bu yomon narsa, bu gunoh. Bu zino bilan tenglashtirilgan deb ona qiz bilan chiroyli gaplasha olishi kerak. Bu yoqqa o'tar maraz demasdan. Uradi, kaltaklaydi-da, telefonni tortib oladi. Yoki bo'lmasam, mana misol shunaqangi holatlar ko'payyapti. Instagram orqali gaplashyapti boshqa yigitlar bilan yoki yigitlar boshqa qizchalar bilan gaplashyapti. Yoshda 14 yoshli qizcha bilan 18-19 yoshli yigit gaplashyapti. Ota-ona o'sha gaplashganidan keyin qizini o'zgarib qolganligini, darslarga e'tibor bermay qo'yyapti, xayolparast bo'lib qoldi, g'alati bo'lib qoldi deydi. Keyin o'sha Instagram qo'liga tushib qolgan ota-onani ko'rsa, mavzu faqat intim mavzu. Faqat o'sha ochiq mavzu. Shoir opa, u mavzuni biz turmush o'rtog'imiz bilan ham gaplasha olmaymiz, lekin qizim gaplashgan. Qanday qilib degan savolni berdim deydi. Endi savol sizga. Bu xabar topgan ona-da, lekin bexabar onalar ham bor-ku. Qizim o'zgarib qoldi deydi, lekin juda ham ko'p. Bu oxirgi mana shu 1 yil, 1,5 yilda bunaqa murojaatlar juda ko'p. Qizim begona yigitlar bilan aynan intim mavzuda. Endi qarangki, bu noinsof yigitlar ham birovni bir guldek qizini sen sevgi, muhabbat bo'lsa, uni o'zing uchun ehtiyot qil. Aynan unga intim hayot haqida gapirmasdan, uni hayolini, uni fikrini, uni bir hissiyotini buzmasdan, gaplashma bu mavzuda. Aytgin, men seni yaxshi ko'raman, lekin men bu mavzuda gaplashmayman degan. Yo'q. Yalang'och rasmlarni jo'natadi, pornografiyadagi videolarni jo'natadi. Mana bugun ham xuddi shu masala bilan ishlab kelyapman. Yopilib qolgan qiz. Qancha gaplashding desam, 3 oy gaplashdim. 3 oy juda katta muddat. Hattoki bir kun gaplashib turib kerak bo'lsa fikringizni buzib yuborishi mumkin.
Qanday qilib xabar topishgan uydagilar? Ona Instagramiga kirgan. Ona Instagramiga kirib ko'rib qolgan. Va bunaqa yozishmalarda yillar davomida bunaqa yozishmalarning ichida yashasa, u qiz kim bo'ladi keyin? U to'g'ridan-to'g'ri o'sha manipulyatsiya qurboni bo'ladimi? To'g'ridan-to'g'ri o'sha yigitni uyiga o'zi borib oladimi? Bu hissiyot-ku. Bu hissiyotimiz bilan bog'liq-ku. To'g'ri. Bobo buvilar bor mana oilada kattalar, ota-onalar, keyin do'st-yorlar bor. Oilaviy masalalar, shaxsiy chegara, yuqorida aytib o'tganingizdek, jinsiy mavzular. Endi buni o'qituvchilarning zimmasiga yuklash haqida ham gaplar ketyapti. Maktabdan jinsiy tarbiya haqida gapirila boshlash kerak degan fikrlar. Endi biz 8-sinfda odam anatomiyasini o'qiyotgan paytimiz ayol va erkakning anatomiyasini tushuntirilgan baroqni sakrab o'tib ketganmizda. Jinsiy tarbiya qanday bo'ladi maktabda berilsa agar? Qanaqa shaklda bo'ladi? Endi bitta narsa bor, tarbiya darsini berayotgan paytda bu mavzu bir ikkita joyda to'xtadigan, lekin aynan o'sha odam anatomiyasida shu o'qimagin degan mavzuni borib hammamiz o'qiganmiz uyda. Qiziqqanmiz, qiziqishimiz bo'lgan, borib o'qib kelganmiz. To'g'ri, o'qiganimiz o'zimizga juda ham katta natija bo'lgan. Ya'ni inson o'zini tanasi haqida ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Bir, ikkinchidan bu bilimlarni baribir o'sha ziyoli qatlam, ma'naviyatli qatlam ustozlar gapirib o'tishi shart deb hisoblayman. Endi qarang, jinsiy tarbiya degan dars ko'tarilgan paytda o'sha senat raisi Tanzil Kamolni ko'targanlarida hamma dodvoy qildi. Voy, bizga Yevropa kirib kelyapti. Voy, bizga bu tema yopiq tema. Voy, nima qilyapsizlar o'zi? Yo'q, uni agar sohani mutaxassislari yozsa, uni o'sha bola tushunadigan va bola hazm qila oladigan tilda yozsa, buni darslik sifatida bersa bo'ladi. Faqat buni qaysi ustoz o'tkazib beradi bu darsni? Ha, kimlar o'tishi mumkin? Psixolog o'ta oladi. Ona tili adabiyot o'qituvchisi o'ta oladi, biologiya o'qituvchisi o'ta oladi. Boshqa fan o'qituvchisi o'tib bera olmaydi bu mavzuni. Chunki bu mavzu birinchidan qisqa mavzu bo'lishi kerak. Endi bu hali bu moliya unga pul ajratadimi yo'qmi biz bilmaymiz. Buni fakultativ qiladimi yoki maxsus kurs sifatida o'tadimi bilmaymiz. Lekin o'g'il bolalar alohida, qizlar alohida biz o'zimiz bilan ustozlarimiz gaplashgan. Vaqt ajratgan bizga. Bir kun shunaqa vaziyat bo'lgan, hamma o'g'il bolalarimizni chiqarib yorib, bo'ldi sizlar boringlar endi deb turib, hamma qizlarni yig'ib olib 5 ta ayol ustoz kirib, juda og'ir bosiqlik bilan, o'sha 8-sinfda edik, adashmasam 8-sinf, 7-8-sinflar. O'tirib, hammamiz bilan gaplashib, tushuntirib, shunaqangi bizni ramkaga solib qo'yganki, biz o'sha ramkada maktab bitirib chiqib ketganmiz. Hech qanaqangi bir nojo'ya xatti-harakatlar ham bo'lmagan, noqulay ishlar ham qilinmagan, hech kim homilador ham bo'lib qolmagan, lekin shunaqangi chiroyli tushuntirib qo'yganda ustozimiz bizga. Ertasi kuniga u dars yigitlarga bo'lgan, xuddi shu ayol ustozlarimiz, lekin yigitlarimiz bilan gaplashgan. Undan keyin yigitlarimiz o'zgarib qolgan. Sinfdosh yigitlarimiz mutlaqo boshqacha nariroqda o'tiradi, o'zini yig'ishtirib olgan. Demak, bu mavzuni o'sha chiroyli qilib yetkazib bera oladigan ustozlarimiz bo'lishi kerak. Endi qarangki, ota-onaga yuklayapmiz. Biz tarbiyani sansalar qilyapmiz. Sana aytishing kerak, sani vazifang. Lekin o'rtada bolalar bilib bo'lgan bu mavzuni hammasini. Faqat ularni qaysi yo'lga qarab ketayotganligi va bu yo'lini xato ekanligi, bu gunoh ekanligi, bu zino, bu buzuqlikka olib borishi mumkinligini bir ongli odam tushuntirishi kerak. Maktabda homilador bo'lib qolishning sababi shu jinsiy tarbiyasizlikmi? Hissiyotni jilovlay olmaslik, mana shu o'ta hissiyotlarga berilishning oqibati nimalar bilan tugashini ko'pchilik bilmaydi-ku. Hissiyotini bosa olmayapti. Ba'zan o'sha ishlayotgan qizlarimizni olib keladi, albatta men psixiatrga, psixoterapeutga chiqaraman. Chunki shunchaki o'zini yig'ishtirib ola olmayapti. Ko'zi qotgan, yuzi qotgan. Demak, bu mavzuda yana siz o'z ishlaringizni davom ettirsangiz kerak. Albatta. Yo, hozir ham bormi? Bu mavzuda men har doim, har oyda bitta yangi bir ish qilyapman-da, har oyda. Mana hozir onalar forumiga tayyorgarlik ko'ryapman. Bu jarayonda men yonimda psixiatr har doimgidek yordamga tayyor. Mavzular o'ta jiddiy. Lekin onalar qanaqadir bir tarbiyada sustkashlikka yo'l qo'yayotganga o'xshaydi-da men nazarimda. Bugun tarbiyada sustkashlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi-da. Ona hamma ishini yig'ishtirib qo'yib, ota ham bolalar bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni bolalar tarbiyasi xavf darajasi juda yuqori. Bo'lib boryapti. Yo, bo'lib bo'ldimi? Biz hozir o'rtasidamiz, balkim bir 70% gacha yetib borgandirmiz. Chunki
psixotrop moddalar iste'moli, telefonga qaramlik, o'yinga qaramlik, hamma narsani ko'rib bo'lyapti. Bu 21-asr avlodi, bu bolalar shunaqa. Nima qilish kerak? Ota-onalar o'zini ustida ishlashi kerak. Ayollar marafoningizga, forumingizga kimlar keladi shunda? Asosan ota-onalar. Asosan onalar, endi onalarni ko'proq jalb qilyapmiz, chunki baribir uyda ona farzandi bilan ko'proq gaplashadi. O'sha osh-ovqat qilayotgan paytda ham uni bugungi kayfiyati, bugungi maktabdagi muammosi, bugungi ruhiyati haqida onalar ko'proq hushyorda. Endi qaniydi otalar ham qatnashsa, lekin otalarning bunaqangi katta ilmlarni olishga menimcha vaqti kamroq bo'lsa kerak. Sohani haqiqiy mutaxassislari o'tkazayotgan darslarga, forumlarga, treninglarga kelish kerak. Qaytaga ezoteriklarni eshitib o'tiravermasdan. Shunaqa. Chunki bu jarayonda ular o'sha o'zini qiynayotgan farzand tarbiyasidagi muammolarga, er-xotin munosabatlaridagi muammolarga yechim topib ketishadi. Chunki bu jarayonda haqiqiy mutaxassislar ishlaydi. Mana shu onalar forumini men har oyda o'tkazishni reja qilyapman hozir. Har oyda. Har oyni bir kunini olaman va onalar o'sha kuni hamma ishini yig'ishtirib, shu bolalar tarbiyasidagi ularni qiynayotgan har bitta masala ustida kerak bo'lsa yechim topadi mutaxassis bilan birgalikda. Men bu forumga bir safar urolog chaqiraman, bir safar seksolog chaqiraman, bir safar psixiatr chaqiraman. Har safar har xil mutaxassis bilan hamkorlikda qilmoqchiman. Birinchi forumimga men psixiatr va urolog chaqirganman. Demak, aytmoqchisizki, butun kelajakni belgilaydigan bir kun uchun vaqt topish shart. Albatta. Va aynan ota-ona bola tarbiyasi bilan shug'ullanish uchun o'zaro munosabati ham tarbiyali bo'lgan bo'lish kerak-da. Bolalar bilan Er-xotin urushib turib, bu yoqda bolasiga undoq bo'lish kerak desa, uni kim eshitadi deysiz? Ota-ona bolasi uchun shaxsan o'rnak va shaxsan namuna. Bu jarayonda otalarning ham o'rni beqiyos. Biz hamma mas'uliyatni onalarga yuklamaymiz. Otalar ham otaligini, o'sha farzandlarni hayoti kelajagi uchun mas'ul ekanliklarini tushunishlari kerak. Tushunayotgan otalarga rahmat, katta rahmat. Lekin san tarbiya qilgan bolang deb turib kimnidir aybdor qilib qo'yish oson juda ham. Lekin bu tarbiya qilgan bo'lsa san qayerda eding? San nima ish qilib yuruvding? Sani ham vazifang edi shu farzand dunyoga kelgandan keyin, sani ham katta vazifang edi bola bilan gaplashish, o'g'il bola bilan ayniqsa. Uni o'sha rivojlanish bosqichi bilan gaplashish, undagi muammolar, bola hech kimga ayta olmaydi, qanaqadir urologik kasalliklar paydo bo'lyapti, jinsiy rivojlanmayapti, ayta olmayapti hech kimga. Buni ota-ona bundoq qarash kerakmi? Bolamda nima bo'lyapti, nima o'zgarish bo'lyapti deb ota-ona qiziqish kerakmi? Bu ota-onaning vazifasi. Tarbiya bu ota-onaning mas'uliyati va tarbiyani ota-ona o'zidan boshqa hech kimga ishonishga haqqi yo'q. Ishonmasin ham. Chunki men yana aytaman o'sha gapim, farzandlar ota-onadan boshqa hech kimga kerak emas. Bo'ldi, tamom. Mana shu gap. Va aytishadi-ku, har doim mag'lubiyat yetim bo'ladi, g'alabani ota-onasi ko'p deb. Bola bir narsaga qadam tashlab xato qilsa, bu seni aybing bo'ladi. Nimagadir erishsa, men topgan bolam bo'ladi-da. Endi hozir mana shunaqa forumlar tashkil etishda bugungi zamonning aktualligiga yana bir bor e'tibor berish, bu nafaqat gadjetlar bilan bog'liq, balki mana avvalgi suhbatlarimizda gaplashdik, bu YouTube'ga balki keyinroq qo'yilar. Psixotrop dori vositalariga bilmasdan o'tirib qolish yoki bilib turib qaram bo'lib qolish, ota-onalar buni payqamay qolishi. Bular haqida ham demak gap ketadi, to'g'rimi? Albatta. Chunki yaqinda bitta o'smir bilan gaplashdim, 13 yoshli bola aytib beryapti. Shoripa deydi, bitta o'rtog'imiz dori ichadi deydi. Olib keldida deydi, hammamizga ozgina-ozginadan bo'lib berdi deydi. Sen nima qilding? Men ichmadim. Nega ichmabsan deydi. Desam, men ichmadim. Bilasizmi nimaga ichmadim deydi. Chunki men YouTube'da sizni videoyingizni ko'ruvdim deydi. Shu uchun men ichmadim deydi. Qolgan bolalarchi desam, qolgan bolalar ichishdi deydi. Mazasi bo'lmadi, ba'zilarning boshi og'ridi deydi, uyga ketdi deydi. Mana sizga bo'layotgan jarayon. Shunaqangi kirib kelyaptiki, biz yo'qotib qo'yyapmiz bolalarimizni. Ayniqsa o'g'il bolalar desa, qizlarda ham xuddi shunaqangi masala bo'lyapti. Qizlarimizda ham o'sha balog'at yoshidagi qizlarda psixotrop moddalardan o'sha tabletkalar iste'mol qilish urfga kirgan. Elektron sigaretlar chekish urfga kirgan. Bu qanaqasi? Biz kimni yo'qotyapmiz? Biz millat bolalarni yo'qotib qo'yamiz agar hushyor bo'lmaydigan bo'lsak. Ko'chadan bo'yni saratoni bilan onkologiyaga borganman. Oldimiga ximiya deyishdi. Ximiyaga olib bo'lmasdan nur oldim. Kasalligingizni eshitganingizda nimalar ko'z oldingizga keldi, opa? O'lishda o'lim
o'lim keldi. Tinimsiz o'lib qolaman men, o'lib qolaman deyurdi. Allohga shukr. Ko'ziga o'limdan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Bolalarim nima bo'ladi? O'lib qolsam bolalarim nima bo'ladi? Mana shundan boshqa narsa gapirmadi. Bu Halilani To'roydan birinchi o'tgan bo'lsa, To'roy oldinda shu tushganda 6 kun ichida bo'lgan, masofa nimasi. Keyin hozirgi kunga kelib, shu 15 kun 20 kun oldin 2 necha ham bo'ldi? 4 nimaga qisqargan? 4 santimetrga. Ishtahasi yaxshi. Ko'rsatmas. Qanaqa ovqat olib kelsangiz buni yemayman demayapti. Eng muhimi, ovqat yesa indek tikka bo'ladi-yu odam. Eng muhimi ovqat yeyapti. Nima ovqat bersangiz yeyapti. Biz eshitmagan ekanmiz bu mavzularni. Hech kim bizga aytmagan ekan, deyishadi hamma onalar yo biz buni bilardik deb ketishadi. Aynan o'sha jinsiy tarbiya darsini o'tganimda men o'sha seksual og'ishlar haqida, xulq atvorni o'ziga xos bo'lgan buzilishlari va o'sha jinsiy tarbiyada biz nimani o'tkazib yuborsak, qanaqangi muammolar va natijalarga duch kelishimiz mumkinligini aytib o'tganimda onalar aytganki, yo'q, biz bu mavzudan xabarimiz yo'q ekan. Masalan, o'smirlik o'tish davri bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p muammolar borda. Bu birinchi navbatda bola fiziologik rivojlanadi, jinsiy rivojlanadi, aqliy rivojlanadi, intellektual, psixologik yetiladi-da. Mana shu paytda orientatsiyalarining o'zgarib qolishi, orientatsiyalarning buzilishi, aynan seksual orientatsiyalarning buzilishi, ya'ni qiz bola bilan dugona bo'lib, o'ta chuqurlashib ketgan dugonachiliklar bor yoki o'g'il bola bilan o'rtoqlashib, o'ta chuqurlashib ketgan nimalar borda, munosabatlar bor. Bu orientatsiya bilan bog'liq. Bu shu ilmni bilmas ekanmiz biz normal deb qabul qilardik o'g'limni xatti-harakatini yoki qizimni xatti-harakatini. Sizni darsingizdan keyin bolalarimiz bilan o'tirib gaplashsak, sinfida ham shunaqa muammolar borligini bolalarimiz bizga aytib berishdi. Demak, maktabda ham shug'ullanish kerak-da bu mavzular bilan. Endi maktabda ham shug'ullanish kerak, lekin savol tug'iladi, kim? Qog'ozbozlikdan bo'ynigacha o'tirgan maktab psixologimi? O'zini ustida ishlashga imkoniyat topolmayotgan psixologmi? Kim shug'ullanadi bu bilan? Maktabdagi psixologlarni jadvalbozlik, tadbirbozlik, testbozlikdan boshqa qiladigan ishi bo'lmayapti. Bugun maktabdagi psixologlar bola bilan yakka tartibda gaplashishi shart. Bugun bizdagi o'sha psixologlarga qog'oz ham kerak emas, test ham kerak emas. Gaplashish kerak bola bilan. Bundagi bo'layotgan o'zgarishlarni ota-onasiga chiroyli tushuntirish kerak va bu masalaga yechim topish kerak. Yo'q, bu psixologlarning bu narsaga vaqti yo'q-ku. O'zini ustida ishlashga vaqti yo'q-ku. Ko'mib tashlaganmiz qog'oz bilan, jadval bilan. Demak, bu bo'yicha ham yechimlar qilinishi kerak deb hisoblaysiz. Albatta. Chunki hozirgi zamonda mana 2025-yilda yana bir masalan nomsiz avlod, mana Z, Y, X avlod, Y avlod, Z avlod, yana nimadir avlod, alfa, mana endi tug'iladigan avlod yana qanaqadir avlod, beta avlod deb tug'ilar ekan. Endi ular hozirgi avlodni ham butkul tan olmaydigan, inkor qiladigan, shu gadjetni ishlatganmisizlar deb iPhone 16 ni ustidan kulib o'tiradigan avlod bo'ladi degan farazlar bor, taxminlar bor. Demak, agar hozirgi avlodni tarbiyasi joyiga qo'yilmasa, keyingi avlodga o'tgandan keyin umuman kech bo'lar ekan. Xuddi shunaqa. Chunki bu 2025-yilda tug'iladigan avlodni dunyoga keltirayotganlarni o'zi telefonga qaramlar. O'zi telefonni ichida, virtual qaramlik, internetni ichida, Instagramni ichida yashayotgan shohona hayotni ko'rib oqib, bizda nimaga unaqa emas deb o'tirganlar. O'shalar dunyoga keltiryapti. Demak, bola nimaning natijasi degan savolga buni javob beramizda. Shunaqa. Demak, bu mavzularda suhbatimiz yana davom etadi siz bilan. Albatta. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling.